Guman rastıllı imanını qaçıramdı. Abdori doktor Məmtimin. Bəzilərinin xəbəri bolğandək, mən yaqında guman qilish və gumanxorluq kesil toğrısında bir maqal yazğan və Fidoyilar ekranında bu haqda bir leksiya so'zlagan edim. Mən yaqında YouTube kanalida ko'rgan bir video meni bu jihatda texmi cho'nqur o'ylantirib qo'ydi. O videoda chashqanlarning insonlar qurib qo'ygan tozaqqa tushish jarayoni kameraga ilingan bo'lib, garchi inson qo'llangan usul nihoyat oddiy bo'lsa-mu, biroq chashqanlarning kallasi ma'lum nuqtadan aytganda bak oddiy bo'lg'achqa, insonlarning ilm fikrlarini tasavvur qila olmagan va yoki uningdan hech gumon qilmagan. Qarindoshlarning insonlar qurib qo'ygan tozaqqa tushganligini o'z ko'zi bilan ko'rib turib, o'xshash qiltaqqa tushish jarayoni kameraga ilingan. Garchi chashqanning gumon qilishiga hech kim cheklama qo'ymagan bo'lsa-mu, biroq Alloh chashqanlarga insonlarga bergan aql farosatni bermaganlik uchun insonlarning o'ziga tozaq qurishidan hech gumon qilmagan. Men bu videoni ko'rgandan keyin bizning hozirgi holga tushib qolishimizning belgilik sabablarini ko'rgandek bo'ldim va shu sababdan gumon to'g'risidagi bu temani qaytadan to'liqlab yozish qaroriga keldim. Bizda gumon imanni qochirdi deydigan ota so'zi bor. Ham dinimizda gumon qilishning nihoyat og'ir gunoh ekanligi alohida ta'kidlangan. Men bu yerda bundaq bir temani savol shaklida o'ttirib qo'yishimdan sabab, hargizmi gumon qilishning og'ir gunoh ekanligini inkor qilish emas, balki o'zim yashagan va o'zim bilgan ahvollarga asosan gumon qilishni zodi qandoq tushunsak, uni texmi to'g'ri tushungan bo'lamiz degan to'g'risida o'z ko'z qarashlarimni o'ttirib qo'yib o'tmoqchiman. 1949-yili rayonda ustunlikni egallab, vaziyatni kontrol qilg'ich kuchlar Ahmadjon Qosim qatorliq ayni vaqtdagi davlat arboblarimizning aeroplan voqeasida qazo qilganligini e'lon qildi. Biroq ko'p sonda kishilar garchi qo'lida aniq dalil isboti bo'lmasa-mu, ularning aeroplan voqeasida o'lganligiga gumon bilan qarashdi. Meningcha, buninglik bilan biz u voqeadan gumon qilganlarning imonini qochdi deyolmaymiz. 2001-yili Amerikada yuz bergan 11-sentabr voqeasini Amerika hukumati ko'plagan dalil isbotlar bilan Al-Qoida tarafidan paydo qilgan terrorlik voqea deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq yana ko'plagan kishilar, bo'libmi musulmon davlatlardagi kishilar uni boshqalarning o'ynagan o'yini deb gumon qilishdi. Buningdami biz u gumon qilgan kishilar iymonini yo'qotdi deb yakun chiqara olmaymiz. Hammamiz bilgandek, saqchi yoki razvedchiklarning mutlaq ko'p sondagi jinoyat delosini aniqlab, jinoyat javobgarini jazolashning dastlabki qadami bir yoki bir necha jinoyat gumondori to'g'risida tekshirish elib berishdan boshlanadi. Saqchilar delo turg'izganda bir yoki bir necha insonni jinoyat gumondori qilib turg'izish demak, texi dalil isboti yo'q demak. Agar dalil isbot bo'lsa, u bir yoki bir necha inson jinoyat gumondori emas, balki jinoyatchi sifatida qo'lga ilinishi mumkin. Saqchilarning jinoyat gumondori turg'izishdagi maqsad hargizmi fitna fasod paydo qilish va yoki gumonga tayanib yakun chiqarib boshqalarni nohaq jazolash emas,
Бәлки, тәкшүріш еліп беріш арқылық бір тараптың жинайет делосыны инықлап, жинайет өткізгічіге әқ әткен жазаны беріш болса, яны бір тараптың жинайет гумандарыны ақлап, оны гумандың сақыт қылыштыр. Сақчыларның дело ішлішіде жинайет гумандары тұрғызуш, musulmon davlatlarini o'z ichiga olgan hamma davlatlarda mavjud. Ajiba, ularmi dalil isbotsiz boshqalarni jinoyat gumondori degan qalpoqni kiygizganlik sababidan iymonini yo'q qilarmi? Men yuqorqi bu misollarni o'tirib qo'ysam, balki ba'zilar biz da'vatgan gumon qilish bu emas deyishi mumkin. Shu sababdan gumon imanni qochirdi deb qora qo'yiq hukm chiqarishdan burun oldi bilan gumon qilishning ma'nisiga, gumon qilgan konkret ahvolga, gumon qilishning maqsad muddasi va gumonning oqibatiga qarashimiz kerak. Undaqda gumon qilish degan so'zning hozirgi zamon puxra tilimizdagi ma'nosi nima? Gumon qilish deganimiz ishonmaslik, jazmlashtirolmaslik, ko'ngilda savol tug'ilish, aqlidan o'tmaslik, tegiga yetolmaslik, ehtiyotchan bo'lish, alayda diqqat qilish, boshqalar da'vatgan so'zni yolg'on deb qarash, boshqalarni samimiy emas deb qarash, boshqalarni yoshirun yoki o'g'irliqcha, yomon va qonunsiz ish qildi, jinoyat o'tkazdi deb qarash degandaklardan iborat. Biz ko'pincha holda gumon qilishni dalil isbotsiz gumon qilish deb ishlatamiz. Amaliyotda gumon demak dalil isbot yo'q demak. Agar dalil isbot bo'lsa, u gumon bo'lmaydi. Gumon deganimiz aniq dalil isbot yo'q ahvol ostida insonlarning birinchi sezimiga asosan o'ttirg'i qo'ygan faraz, qiyos va ko'z qarashdir. Gumon hargizmi fitna fasod bilan barobar emas. Gumon qilish demak hargizmi noqul holda boshqalarga qarsiga bo'xton chaplab, boshqalarni haqorat qilish deganlik emas. Gumon qilish demak masalaning tegiga yetolmaslik, tushunmaslik demak. U ba'zida texmi cho'nqurlab tekshirish ilib berishning boshlanishi va harakatlantirgich kuchidir. Gumonning 100% to'g'ri bo'lishi notayin bo'lganiga o'xshash, gumonning hammasining 100% xato bo'lishi notayin. Ilmiy tadqiqotda oldi bilan ma'lum hodislarning yuz berish ahvoliga nisbatan ma'lum faraz va qiyos o'ttirib qo'yiladi. U faraz yoki qiyos o'ttirib qo'yilganda texi hech qanday dalil isbot bo'lmag'achqa, biz uni bir xil qiyos, faraz yoki gumon deb qaraymiz. Ondan keyin har xil vositalarni qo'llanib, tajriba ilib berish orqali dastlabda o'tirib qo'ygan u qiyos, faraz va gumonlarning to'g'ri ekanligini isbotlaymiz yoki uni xatoga chiqarib, uni inkor qilamiz. Siyosiy va vaziyat to'g'risida muloyiza ilib borganlarmi o'zlarining aql farosatiga va burun o'rgangan bilimlarga tayinib, kelgusi xalqaro siyosat, xalqaro vaziyat va yoki ma'lum shaxslarning kelgusi qilmish to'g'risida muloyiza ilib berib, o'zlarining ko'z qarashlarini o'tirib qo'yishidi. Bu jarayonda garchi o'tmishda yuz bergan ba'zi faktlar o'tirg'i qo'yilgan bo'lsa-mu, biroq kelgusi to'g'risida chiqarilgan yakunlar asosan shu muloyiza ilib borg'uchilarning qiyos, taxmin va gumoniga asosan logikalik tafakkur qilish orqali chiqariladi. Undan boshqa kundalik turmushimizda biz gumon qilishdan mutlaq
xoli bo'lolmaymiz. Masalan, biz kechda sirtdan uyga qaytib kelib, chiroqni yondirganimizda, agar chiroq yonmasa, balki biz lampishka kuyib ketgan bo'lishi mumkin, bexatarlik simi kuyib ketgan bo'lishi mumkin degandek gumonlarni qilamiz. Va shu gumonga asosan tekshirish elib berib, chiroqning yiqilmaslik masalasining sababini aniqlash va uni hal qilish uchun harakat qilamiz. Qo'rsqimiz og'rib qolsa, ko'nglimiz elishib, qusib, yondirsak, oldi bilan yegan tomoqdan gumon qilamiz. Qo'ygan narsamizni topolmasak, birlarining uni olganligidan va yoki boshqa yerga yo'tkavatganligidan gumon qilamiz. Bir narsani yo'qotib qo'ysak, o'zimizning uni tushirib qo'yganligidan yoki birsining uni o'g'irlaganligidan gumon qilamiz. Oxirida balki shu gumonlarimizning birarsi to'g'ri bo'lib chiqishi mumkin yoki hammasi xato bo'lib chiqishi mumkin. Agar birsi yegili bo'lmaydigan bir narsani akilib, bu tamoq deb bizga bersa, uni ma'qul deb yeyish emas, balki uningdan gumon qilish hargiz xato emas. Shunga ma'lum nuqtadan aytganda, gumon qilish insonga xos aql farosat va mustaqil tafakkur yurgizishning simvoli. Gumon qilishni qora qo'yiq cheklash, ma'lum nuqtadan aytganda, insonlarni mustaqil tafakkur qilmaydigan, boshqalar nima desa shuningga ishonadigan holga tushirib qo'ydi. Boshqacha qilib aytganda, aql ishlatmay, mustaqil tafakkur qilmay, hamma narsaga va hamma odamga qora qo'yiq ishonish, ma'lum nuqtadan aytganda, nodonlik va do'tlikning alomati. Nurg'un yillar ilgari mundaq bir hikoyani o'qiganim esimda. Bir idoraning bir tozliq ishchisi bo'lib, garchi uning aqli ojizlik kesili bo'lsa-mu, biroq o'ziga taqsim bo'lgan xizmatni nihoyatda astoydil qiladi ekan. Hatto har qanday vaqtda boshqalarning ish chiqib qolsa, u ikkilanmay ularning ishlarini astoydil tamomlaydi ekan. Boshqalar fursatparastlik qilsa-mu, ishqi keyin kelib baldur qaytib ketsa-mu, hech bir zaman o'zini boshqalar bilan selishtirmaydi ekan. O'zi to'xtamay idoradagi barliq ishxonalarni tozalab turdi ekan. Hech bir zaman nola, shikoyat qilmaydi ekan. Boshqalardan o'zini bo'zaq qilyotidi deb gumon qilmaydi ekan. Shu sababdan nurg'un yil idoraning amgak namunachisi bo'lib baholanibdi. Uningdan ta'sirlangan idora rahbari u kishiga alayda ko'ngil bo'lib, idora pul chiqarib, uning aqli ojizlik kasalini davolatibdi. Shuningdan e'tiboran u kishi asta-asta o'zini boshqalar bilan selishtiradigan bo'pti. O'zi qilishga tegishli xizmatdan ortiqini qilmaydigan bo'pti. Boshqalar uningga ishim chiqib qoldi, mening o'rnimga tozlik qilivat desa, bara-bara ulardan o'zini bo'zaq qilyotidi deb gumon qiladigan bo'pti. Albatta, men bu yerda gumon qilishni to'g'ri deb, uni madilmakchi va boshqalarni gumon qilishga rag'batlantirmoqchi emasman. Biroq biz yashayotgan bu dunyo hargizmo samimiylik va rostchilik bilan to'lgan adil va g'oyiviy dunyo bo'lmasdan, balki kazzoblik va aldamchilik mavjud bo'lgan adolatsizlik bor bir dunyo bo'lg'achqa, har bir inson boshqalarning haq huquqiga va shaxsiyatiga hurmat qilish bilan birga o'z ishiga puxta bo'lib, o'z haq huquqini qo'g'dash va boshqalarning aldam xaltasiga tushib ketmaslik uchun tirishchanlik ko'rsatish
сәгек болуш, ehtiyot qilish zarur deb qarayman. Әң muhimi, biz shaxsiy adovatimiz sababidan hissiyatımızga tayinib, başqalardan qalaymaqan gumon qilib, ularning keynidan fitna fasod termasligimiz kerak. Ham shundaqla başqalarga nima desa, uningga ishinib, o'zimizning haq-huquqini ziyonga uchirtishdan, başqalarning to'ziqiga tushishdan saqlanishimiz kerak. Allah bizga ato qilgan aql farosatimizni joyida ishlatishimiz, mustaqil tafakkur qilishimiz, o'z-o'zimizga, o'zimiz qilgan gap so'z va ish-harakatlarga mas'ul bo'lishimiz kerak. Qisqasi, gumon qilish bilan ishonish orasidagi tangpungliqni yaxshi saqlab, gumon qilishni, yeshilmagan sirlarni yeshishning, tegiga yetmagan ishlarning tegiga yetishning harakatlantirgich kuchiga aylantirishimiz kerak. Biz faqat shunday qilganimizda ondan xalqimizni nodonlikdan qutuldira olamiz. Biz faqat shunday qilganimizda ondan o'zimizning haq-huquqimizni qo'g'daya oladigan bo'lamiz. Bo'lmasa, men boshda tilga olgan videodagi chashqonlardek insonlarning to'ziqiga tushib ketishimiz, boshqalar sizib qo'ygan chambarak ichidala yashashimiz mumkin. 2019 yil 31 mart, New York.